Hammaga salom. Bugun настроением jam zo'r emas, o'shaning uchun men bunaqasiga qilib sizlarga kula olmayman, no harakat qilaman. Endi sizlarga obzorda men ikkita narsa oldim. Qiziqarliroq bo'lsin-da. Chokopay. Buni hamma yeb ko'rgan menimcha, lekin yemaganlar ham bo'lishi mumkin. Bu esa yashkinani chokopay chiqibdi. Bunaqani men oldin yeb ko'rmaganman. Chunki bizda chokopay desa faqat mana shu narsa esimga keladi, xayolimga keladi, lekin yashkinanikini yeb ko'rmaganmiz. Endi kelasini taqqoslab ko'ramiz. Haqiqatan o'xshatdimi, o'xshamabmi? Bismillahirrohmanirrohim. iPhone ochganda ish qiladi-yu. iPhone'lar ham menga ham ochish nasib qilsin. Hamma bilgan chokopay. Yashkina ham xuddi shunaqa qilib qaranglar mana buni. Bismillahirrohmanirrohim. Endi buni ochamiz. Buni ham ichida 6 ta, bunda ham 6 ta. Bismillahirrohmanirrohim. Sразу chokopay hidi keldi. Qo'yilay. Tak, keyingisi buni ochamiz. Chunki bu naborot iriganmi? Qanaqadir. Qaranglar, kattaligi mana. Bu chokopay nastoyashi, bu esa yashkinaniki. Ikkalasida ham hidi bor. Endi yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu endi keyingisini yeb ko'raman. Bu yashkina. Bismillahirrohmanirrohim. O'zini chokopay privkusi ko'proq. Bunda men ko'rganingizdek, bu nastoyashi chokopay, mana bu ne original chokopay. Buniki qanaqadir marshmellowlari ham ichidagisi, keyin o'zi ham dirkim bo'lib turibdi. Shunaqadirmidi? Dirkim bo'lib turibdi. Umuman ezilib ketmagan, lekin mazasi bo'yicha hech ham ustupach qilmayapti. Chokopayda искусственный красителari как будто бы kamroq qilingan, lekin menimcha unaqa emas, bir xil bo'lsa kerak. Mana bunda marshmellowni ozgina privkusi bor ekan. Shu raziniya, lekin bitta ikkita masalan yeb yurishga просто так перекуsligi menimcha yashkinaniki ham normalniy. Chunki chokopay 18 ming 19 ming turadi narxi, bitta 6 taligi, yashkinaniki 13 ming ekan. Вот raziyasi shunaqa. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha. Bye bye.